O'zbekiston Ekologik partiyasi tomonidan Qo'qon shahrida deputat tashabbuskorligi va faolligi yashil taraqqiyot va ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim omil shiori ostida deputatlar forumi o'tkazildi. Endi lavhamiz aynan shu haqda. Tadbirda O'zbekiston Ekologik partiyasi Markaziy kengashi raisi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi partiya fraksiyasi rahbari va a'zolari, ekspertlar hamda Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlaridan mahalliy kengashlar deputatlari ishtirok etdilar. So'z olganlar tomonidan ekologiyani muhofaza qilish, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish, atmosfera, suv va yer resurslarini asrash bu yagona davlat organlari emas, balki barcha darajadagi deputatlarning ham zimmasidagi umumiy vazifa ekanligiga e'tibor qaratildi. Forum doirasida deputatlarning tashabbuskorligini kuchaytirish, saylovchilar va murojaat etuvchilar bilan samarali muloqot yuritish ko'nikmalarini mustahkamlash, fuqarolar irodasini ifodalovchi takliflar berish faoliyatini oshish maqsadida maxsus seminar-trening o'tkazildi. Butun dunyoda ekologik masalalar dolzarblashib boryapti. O'zbekistonda davlatimiz rahbari boshchiligida ekologiya masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Biz tuman darajasidagi muammolarni tuman kengashlarida, viloyat darajasidagi muammolarni viloyat kengashi deputatlarimiz orqali viloyat kengashlariga va tumanda ham, viloyatda ham yechilmagan ekologik muammolarni respublika darajasida yechish uchun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari bilan hamkorlikda forumni tashkil qildik. Seminarda qonunchilik tashabbusi huquqidan unumli foydalanish orqali aholi turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladigan yangi takliflar ishlab chiqishga e'tibor qaratildi. Xalqaro tajribani doimiy o'rganish, saylovchilarning e'tiroziga sabab bo'layotgan muammolar yuzasidan ta'sirchan deputatlik so'rovlarini yo'llash va ularning natijalarini jamoatchilikka o'z vaqtida taqdim etib borish muhimligi ta'kidlandi. Ekologik partiyasining fraksiyasining tashabbusi bilan bu forumni o'tkazilishi va aynan Qo'qon shahrida o'tkazilishi to'g'risi bizni juda ham xursand qildi. Qo'qon shahri bu qadimiy shahar va mana shu bizni tarixiy joylarimiz bor bu yerda va shu bilan zamonaviy sivilizatsiyani uyg'un olib ketilayotganligini, hammamizga muqaddas bo'lgan shu qadamjolar saqlanib va atrofda shunaqa bir tabiiy go'zallik, ya'ni yashil makon yaratilgani to'g'risi bejizga tanlanmagan ekan degan xulosaga keldim. Bu ishlar yana ham katta hajmda davom etishi kerak va bunda deputatlarimiz, faollarimiz, joydagi fuqarolarimiz o'z so'zini aytib, o'zlarini amaliy faoliyati bilan buni tasdiqlash kerak. Forum yakunida ishtirokchilar deputatlar bog'ini barpo etish aksiyasini o'tkazdilar. Seminar-treningdan so'ng qatnashchilar yosh musavvirlar tomonidan ishlangan tabiat manzaralari tasvirlangan rasmlar hamda ekologik loyihalar ko'rgazmasi bilan tanishdilar.